Bu davlat Yevropada joylashmagan, lekin Yevropa unga suyanmoqda. Nega deysizmi? Tezlikda tushuntiraman. Qozog'iston Yevropadan 4000 km uzoqlikdagi ulkan Markaziy Osiyo davlati bo'lib, u sekin-asta Yevropaning katta ittifoqchilaridan bittasiga aylanmoqda. 2005-yildan buyon Yevropa ittifoqi Qozog'istonga 200 milliard dollardan ko'p investitsiya kiritgan. 10 yil avval esa Qozog'iston va Yevropa ittifoqi kengaytirilgan hamkorlik bitimini imzolashgan. Bu yanada ko'p munosabatlarning asosini yaratgan. Shundan buyon savdo hajmi keskin oshdi. 2024-yilda 50 milliard dollarga yetdi. Bu Yevropani Qozog'istonning eng katta savdo hamkoriga aylantirdi. Nima uchun? Chunki Qozog'istonda aynan Yevropa izlayotgan narsa mavjud. Qozog'iston Yevropa neftining 13%ni, uranning 16%ni yetkazib beradi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi belgilagan 34 ta strategik muhim mineralning 21 tasini ishlab chiqaradi. Yana o'zining geografik joylashuvi tufayli Qozog'iston Xitoy va Yevropani 15 kunda bog'laydigan dengiz yo'lidan ko'ra 2 marta tez bo'lgan yangi savdo yo'lini kuchaytirmoqda.